Professional novvoyli videoni o'tkazib yuborishligi mumkin. Biz uy sharoitida tandirda shunaqa yong'oq magazin nonlarni havaskorona tayyorlab ko'ramiz. 2 kilo oliy navli unga 40 gram tuz, 60 gram shakar, 200 gram toplonli masla yoki sariyog', 15 gram dro'jja qo'shib shunaqa qattiqlikdagi xamir qorib 1 soatga ustini yopib olib qo'yamiz. Bu orada tandirimizga olov yoqib qizdirib qo'yamiz. 1 soat davomida oshirgan xamirimizni 2 ga bo'lib, yarmiga yong'oq magazimizni qo'shib rulet shaklida o'rab olamiz. Yong'oq magizi aralashgan hamda oddiy nonlarimizni ham 250 gram og'irlikda bir xilda qilib o'lchab olib, qo'limiz yordamida oldin zuvali holatga keltirib, keyin dumaloq shaklga keltirib olamiz. Tandirimiz qizib oqarib oldi. Endi nonlarimizni yasashni boshlaymiz. Aylantirishga qulay bo'lgan har qanaqa moslamaning ustiga zuvalamizni qo'yib, pichoq yoki lezva yordamida shunaqa tilib chiqib, o'rtasini ochib chakishtirib olamiz. Barcha zuvalalarimizni bir xilda shu shaklga keltirib olganimizdan keyin ustini yopib 5 minutga tindirib qo'yamiz. Tandirimiz ichidagi ortiqcha cho'g'larni olib tashlab, suv sepib haroratini tushirib olamiz. Tandirimizni havosini olganimizdan keyin nonlarimizni ustiga kunjutlarimizni yaxshi yopish uchun oddiy suvni qo'limiz yordamida surib chiqib, ustidan kunjutlarimizni yopishtirib olamiz. Non ham, tandir ham yopishga tayyor. Bir chekkadan nonlarimizni chiroyli qilib yopishni boshlaymiz. Barcha nonlarimizni yopib olganimizdan keyin cho'g'i ustini ham, tandirga havo kiradigan har qanaqa teshikni ham hamda tandir o'zini ustini ham yopib, nam mato tashlab 5 minutga dimlab qo'yamiz. 5 minut dimlab olgandan keyin barcha teshiklarni ochib olamiz. Shunda havo kirib, ichidagi cho'g' yonib, 10 minut davomida nonlarimiz sekin qizarib pishib oladi. Pishgandan keyin ustiga ozgina suv sepib, uzishni boshlaymiz. Tajribasizligim pand berib, tandir havosini sal balandroq qo'yma, shuni hisobiga nonlarning orqasi ozgina qizaribroq chiqdi. Xamirimizga ishlatilgan barcha mahsulotlarni hamda to'liq retsept va video ostida yozma shaklda yozib qoldirdik. Xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.